YouTube'da yangilik, endi blogerlar siz yozgan kommentariyingizga голосовой javob berishlari mumkin 30 sekundgacha. Bu funksiyani hozir o'rganamiz. Men telefonda ko'rsataman. YouTube Studio, Tворческий Studio deydi. O'shanga kirib olasiz. Yozilgan kommentariyingizni topib olasiz, farqi yo'q. Qayerdan topishingiz, masalan, mana shu. Samsungdachi deb masalan, mana shunga javob yozmoqchisiz. Xuddi yozadigan joyingizga kirasiz. Xohlasangiz yoziladi, xohlasangiz buni ustiga bitta bossangiz 30 sekund gapirib javob berishingiz mumkin. Buni bosiladi, gapirasiz, nima demoqchi bo'lsangiz shuni gapirib turib, yana ustiga bosib, отправить bosasiz yoki o'zingiz qaytadan eshitib olsangiz bo'ladi yoki bunday qilib adminga borsangiz bo'ladi. Shunaqa qilib javob beriladi. Hozir bu faqat blogerlar uchun chiqarilgan, ya'ni blogerlar siz yozgan kommentariyaga javob bera oladi. Kutib qolaman. Men o'ylashim bo'yicha bu не только blogerlar uchun, oddiy foydalanuvchilar uchun ham ochiladi degan umiddaman. Mana shu narsani men kutyapman. Ochilsa vaqti zo'r bo'lardi. Chunki oson yozishdan ko'ra gapirib голосовой jo'natish